Akalar mana ko'p mashinalarimiz kelyapti, ketyapti. Ya'ni yangi mashinalarimiz keldi. 2020-yil mana Gentra'miz bor. Avtomat korobka. Bosh to'lovi 10 million so'm. Tan narxi 110 million so'm pul qilib beramiz. Nexus 2miz bor 2014-yil. Narxini 55 million so'm pul qilib beramiz. Buni ham Chelez Bank chiqaramiz. Mana 3 million so'm bosh to'loviga 2022-yil mana mexanik korobka Gentra'miz qora svetda so'raganlar uchun. Undan keyingi mashinamiz 2023-yil avtomat korobka Cold'imiz. Bosh to'lovi 10 million, narxi 130 million so'm. Undan keyingi mashinamiz 2023-yil Damas'mi, tan narxi 65 million so'm. Где-то 4-5 million so'm bilan minib ketasizlar. Undan keyingi mashinamiz 2020-yil Damas'imiz bor. Bitta pasport evaziga mana mashinamiz chiqib ketadi. Bosh to'lovisiz, 1 so'm to'lovi yo'q, bosh to'lovi yo'q. So'raganlar uchun mana holati. Mana Gentra'larimiz mana bitta pasport evaziga mana 2022-yil mexanik korobka Gentra'larimiz bor. Bitta pasportga chiqib ketadi. 21-yil mana mexanik korobka mana Cold'larimiz bor. Bosh to'lovi 12-13 million so'mga chiqib ketadi. Narxi 110 million so'm. Undan keyingi mashinamiz mana 2021-yil mexanik korobka Gentra'miz. Bitta pasportga bu ham chiqib ketadi. Amerikanka olib turib hammasi qilingan, chiqib olibgacha. 2022-yil mana Gentra'miz bor. Bosh to'lovi 3 million so'm. Tan narxini 118 million so'm pul qilib beramiz so'raganlar uchun. Undan keyingi mashinamiz mana 2025-26 qora svetda Cobalt'imiz Midline. Narxi 155 million so'm, где-то 22-23 millionga minib ketasiz. Hamma narsa qilingan mashinamizga. Bemalol mana Surxondaryo viloyati Angor tumani Jarqo'rg'on Perkursiga kelaveringizlar. Xohlagan mana mashinalaringiz bor mana so'raganlar uchun mana. Pastda nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar so'raganlar